Hammaga salom, sizlar bilan Supersim va bugungi videomizda Telegramda virtual raqam olishni ko'rib chiqamiz. Va bugungi kunda ko'pchilikni qiynaydigan narsa bu ko'pchilik botlar yoki saytlarda virtual raqam olish umuman ishlamayapti, ya'ni ishlamay qolgan. Ya'ni SMS kelmayapti. SMS kelgan taqdirda o'sha ikki boshli parol chiqyapti. Bu narsalarni yechimini men topganman, men sizlarga bugungi videoda buni hammasini yechimini ko'rsatib o'taman. Bugungi videoni boshlashdan oldin bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga bir dona like bosib qo'yinglar. Qani bo'lsa videoni boshlaymiz. Bizga birinchi navbatda bizning botimiz kerak bo'ladi, ya'ni bizning rasmiy botimiz Supersim bot kerak bo'ladi. Bu botning linkini men video pastida ham qoldiraman, bizning YouTube kanalimiz biosida ham turibdi, bemalol qidirib topsanglar bo'ladi. Telegramdan ham bunaqa lupani ustiga bosib Supersim pastki chiziqcha bot deb yozsanglar, bizning botimiz kelib chiqadi. Bu botni ichiga kirib olamiz va bu yerdan birinchi navbatda biz hisobimizni tekshirib olamiz. Mana hisobda 29 ming so'm bor ekan, hozir biz raqam olishni bosamiz. Biz hozir bu yerdan men xohlagan davlatlarimizni tanlasalar bo'ladi. Hammasiga 100% SMS keladi, bittada keladi. Men hozir Pokistonni tanlayman. Xohlasalar boshqasini tanlasalar ham bo'ladi. Usi ham bor, hozir uni ham olib ko'rsataman sizlarga, usi raqamni ham. Bu yerdan tasdiqlashni ustiga bosamiz. Bizga hozir raqam berilishi kerak. Mana raqamimiz berildi. Ustiga bir marta bosamiz va mana bu yerdagi narsani o'qib chiqishlaringizni tavsiya beraman. Ustiga bosdik. Endi bizga xohlagan Telegramga kirgizsanglar bo'ladi bu raqamni. Unaqa bu Telegram tanlamaydi. Men sizlarga maslahatim plus olishlaringiz kerak yoki telegraf olishlaringiz kerak. Aka ham bo'ladi. Mana shunga men hozir plusga kirgizib ko'raman. Nomerni berdik. Hozir kod boradi. Mana kod ketdi. Endi botga qaytamiz. Kod olishni bosamiz. Kodni olishni bosamiz va bu yerdan bitta kod keladi. Hozir biroz kutamiz. Mana kod keldi. 715 58. 715 58. Mana kodga kirdi. Unaqa ikki bosqichli parol kod kelmasligi umuman unaqa muammolar bo'lmaydi. Вообще bu botda mazza qilib olsanglar bo'ladi akkauntni muammosiz. Endi bu yerda ikki boshli parol qo'ysanglar ham bo'ladi, qo'ymasanglar ham bo'ladi. Buni farqi yo'q umuman. Men sizlarga endi o'sha raqam olishni ko'ramiz. O'sha raqam olib ko'ramiz. Nomer olish. Bundan keyingi mashhurlarda bor edi o'sha raqam. Mana AQSh 9700 so'mni tasdiqlash. Biz bu qolmagan bo'lishi mumkin. Yo'q, bo'lmagan raqam qolmagan deyapti. Bo'lmasa biz Kanada olib ko'ramiz. Bu yana bir metodni ko'ramiz. Men sizlarga hozir botda qancha raqam qolganini ko'rsatib turadigan bizning kanalimiz bor. Har soatda tashlab turiladi. O'shani ham hozir ko'rsatib o'taman. O'sha kanalimiz orqali bilib olsanglar bo'ladi. Botda qancha raqam, qaysi davlatdan qancha raqam qolgan shunaqalar. Masalan, bilib olsanglar bo'ladi. Yana o'rnib ko'raylikchi. Yo'q, raqam qolmagan dedi. Agar buni narsalarga tushunmasanglar, botlarga tushunmasanglar, adminimiz orqali ham olsanglar bo'ladi. Mana botni biosda turibdi. Qo'llab-quvvatlash ustiga bossanglar, mana ichga kirib ketadi. Bemalol yozib olsanglar bo'ladi. Premium olsanglar ham bo'ladi. Telegram premium olsanglar ham bo'ladi. Endi burada yana Kanadani bosamiz. Ya'ni Kanada olib ko'raylik. Bu ham +1 bilan boshlanadi Kanada. Bu raqam qolmagan edi. Eng ko'p bo'ladigan raqam shu Pokiston. Ko'p bo'ladi lekin. Bemalol olsanglar bo'ladi Pokiston. Mana qolmagan desa admin yozsanglar, admin o'zi ham olib beradi. Adminda har doim raqam bo'ladi. Raqamda umuman muammo bo'lmaydi. Olsanglar bo'ladi. Jazoir olib ko'ramiz.
raqam. Internetda problem bo'lyapti. Tasdiqlashni bosamiz. Mana berdi. Jazoir berdi. Endi buni Telegramga yozamiz. Endi kod so'raymiz. Mana internet ishlamayapti. Sizlar tez beradi buni. 915 87 915 87. Mana bemalol olsanglar bo'ladi botdan. Boyagidek sizlarga обязательно usul raqam kerak bo'lsa, agar admindan ham olsanglar bo'ladi, yozib. Bemalol olsanglar bo'ladi, admin ham beradi. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, bot 100% ishlaydi, ya'ni 100% SMS beradi. Mana boya aytib o'tganimdek, agar sizlarga faqat o'sha ya'ni usul raqam kerak bo'lsa, ya'ni +1 bilan boshlanadigan raqam kerak bo'lsa, или botga mabodo qolmay qolgan bo'lsa, adminga yozsanglar, admin o'zi ham yozib beradi. Mana yana takrorlab o'taman, shu admin ichkasi bo'ladi. Или fake akkauntlarga aldanib qolmanglar, adminni ochib olishi mumkin bir ikkita mashinniklar. Mana shu usulga e'tibor beringlar albatta. Или mana telefon raqamlarimiz ham yozilgan bu yerda. Bemalol botdan olsanglar bo'ladi. Или sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, botda nechta raqam qolganini bilish uchun mana shu kanalimiz bor. Mana shu kanalimiz orqali bilsanglar bo'ladi. Supersim raqamlar. Mana soat 11:09 tashlangan ekan. Bu har 3 soat yoki 1 soatda shunaqa tashab turiladi davlatlarni anosini, qancha qolganini. Или mana bu yerda shu 11:05-09 da usul raqam 166 bor ekan, kanalda 19 soat bor ekan. Endi hozir oradan ancha soat o'tib ketgan. Shuni hisobiga 2 soat o'tib ketgan. Shuni hisobiga bu raqamlar qolmagan. Или bu aytib o'tganimdek, adminga yozsanglar, mo'mos olib beradi, problemasiz olib beradi. Mana shu raqamlar, shu davlatlar bor. Botda ham, bu yerda ham bemalol olsanglar bo'ladi. Agar o'sha tushunmasanglar, botdan olishni tushunmasanglar, adminga yozsanglar ham o'zi olib beradi. Bizda barcha xizmatlar tez ishlaydi. Или notimizdan ko'rib tursanglar ham bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlar uchun hammasi Telegram, YouTube, Instagram, TikTok, PUBG, YouTube yozsanglar ham bo'ladi. Hammasi tezkor. Или hisob to'ldirishda Payme Avto bor, Click Avto bor. Admin orqali to'lasanglar bo'ladi pul. Chet eldan, ya'ni Rossiyadan tashlasanglar bo'ladi. Hamma to'lov tizimlarimiz, или barcha xizmatlarimiz tez ishlaydi. Va bugungi videomiz shundan iborat edi. Agar videomiz foydasi teggan bo'lsa, sizlarga ham bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, или videoga birdan like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.